Aziz do'stlar, mana Allohga shukrlar bo'lsin. Bugun Farg'ona viloyatimizning olis bir So'x tumani bor, So'x shaharchasi bor. Mana shu shaharchaga kelib, uzoqlardan Tojikiston, Qirg'iziston, qolaversa Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Farg'ona, Qo'qondan kelgan mehmonlarimiz bor. Shularga kichkinagina bo'lsam o'zimizni xizmatimizni qilgani keldik. Shu kunlarga yetkazganimga shukur. Buni qarang, juda go'zal manzara. Bu So'ximiz, xudo xolasa o'sha kelajakda bu yerlar butun dunyo xalqlariga kelib dam olib ketadigan bir chiroyli hali manzaralar yana bo'ladi. Chiroyli binolar quriladi, bitta sanatoriyalar, kelajakda O'zbekistonning bir chekka qishloqdagi bir dam olish maskanlariga aylanadi. Xudo xolasa bu yer haligi aytganimizdek bir dunyoga ta'minlanadigan bir go'zal manzara bo'ladigan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz sizlarning xizmatlaringizda.